Bugun sizlar bilan og'izda eriydigan yumshoqqina shokoladli sinabon tayyorlaymiz. Videoda ko'rsatilgan hamma mahsulotlarni solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimiz chala qorilgandan keyin 100 g sariyog'imizni ham solib, yana yaxshilab qorib, mushlab, salfanga o'rab oshirishga qo'yib qo'yamiz. Xamirimiz tayyor bo'lguncha ichidagi nachinkasini tayyorlab olamiz. Sariyog', shakar, koritsa solib, hammasini aralashtirib olamiz. Xamirimiz oshib tayyor bo'lgandan keyin bir tekis qilib yoyib, ustidan nachinkasini yoyib o'rab olamiz. O'ralgan xamirimizni shu ko'rinishda kesib listimizga joylaymiz. Tayyor bo'lgan sinaborlarimizni duxovkaga 20-25 daqiqaga jo'natamiz. Sinaborlar pishib tayyor bo'lguncha ustidagi ganashini tayyorlab olamiz. 2 qora shokoladga 50 g sut solib, yaxshilab aralashtirib, issiqqina sinaborlar ustidan quyib boramiz. Qarabsizki, mayingina og'izda eriydigan shokoladli sinaborlarimiz tayyor bo'ldi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lib, yurechani qizartirib qo'yish esingizdan chiqmasin.